Parizod burchi vakillarini fevral oyida nimalar kutyapti? Kelinglar, demak shu mavzuda ko'ramiz. Parizodlarimiz bizda 24-avgustdan 23-sentyabrgacha bo'lgan paytlarda tug'ilgan kunni nishonlaydiganlar kiradi. Xo'p, demak sizlar bilan Rohiba Taro shaxsiy bog'lanish uchun nomerim 90lik 930 09 07. Xo'p, parizod burchi vakillarimiz xush kelibsizlar. Demak, parizod burchi vakillari energiyasi fevral oyida. Parizod burchi demak shaxsiy hayoti fevral oyida. Parizod burchi demak ish yo'llari, pul yo'llari fevral oyida. Parizod burchi demak sog'lig'i fevral oyida. Bunga yana bitta karta tashlash kerak. Juda ham yaxshi. Xo'p, parizod demak nimadan ehtiyot bo'lish kerak? Fevral oyida. Juda ham ajoyib rasklad. Demak, bizda parizod burchi vakillarimizni energiyasi deganimizda четверка mechей kartamiz tasvirlangan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bizda sokinlik, ya'niki bu kartamiz bizda sokinlik ramzi hisoblanadi. Bu восстановление o'zbek tilida demak восстановиться qilish, kuch to'plashlik kartamiz. Energiyangizda demak bizda восстановление kechishini ko'ryapmiz. Aytaylik, kimdirlar bemor bo'lib, kasal bo'lib yotgan bo'lsa, qaysidir parizod burchi vakillarimiz, demak sog'lig'ida, energiyasida bu yerda yaxshilanish, demak energiya to'plash bo'ladi fevral oyida deb bizga ko'rsatadi. Energiyangizda tinch, qandaydir bir juda ham katta suyita, ya'niki shoshqaloq bir energiya yo'q ekanligini ko'ryapmiz. Tinch, sokin energiyada bo'lasiz fevral oyida deb bizga demak kartalar ko'rsatmoqda. Xo'p, shaxsiy hayotingiz deganimizda bu yerda demak ko'rishimiz mumkin восьмерка mechей kartamiz tasvirlangan. Bu nimani anglatadi? Buni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda xanjarlar tasvirlangan. Xanjarlarga demak qizimiz deymizmi, mana shu figuramiz deymizmi, o'ynidan turib demak yiqilish arafasida turibdi. Lekin bu hali yiqilmagan. Demak, bu bizda nimani anglatadi? Shaxsiy hayotingizda ichki bir qo'rquvlaringiz, bloklaringiz bor ekanligini ko'rsatadi bu kartamiz. Aytaylik, misol uchun sizni partnyoringiz yo'q. Partnyoringiz yo'qligini sababi demak sizni ichki xavotirlaringiz, ya'niki bu insonga demak shans beradigan bo'lsam aldanib qolmaymanmi, yoki bu inson meni aldab ketmaydimi? Mana shunaqa ichki qo'rquvlaringiz demak sizni himoyada ushlab turibdi deb ko'rsatadi. Demak, mechевой kartalarimiz bizda har doim bizni o'ylovlarimizni ko'rsatadi. Demak, juda ham keragidan ortiq shaxsiy hayotingiz to'g'risida o'ylashingiz bor ekanligini ko'rsatadi bu karta. Demak, fevral oyida kimdirlar kirib kelishi hayotingizda bu yerda yo'q. Demak, bunga sabab ichki bloklaringiz deb bizga kartalar ko'rsatyapti. Endi bu yerda o'sha partnyori borlar yoki oilalilarga bu karta nima deydi? Qandaydir bir o'sha partnyoringiz bilan gaplashmagan holatda undan aytaylik, buni misol uchun partnyoringiz ish bilan band. Lekin siz demak fevral oyida o'y xayolingizda o'ylashingiz mumkin. Yo'q, partnyorim menga xiyonat qilyapti, u qizlar bilan gaplashyapti, u kimlar bilandir yuribdi. Mana shunaqa demak o'zingiz o'ylovlar og'ushiga olib tushib qo'yasiz deb ko'rsatadi. Demak, fevral oyida spokойный bo'lamiz. Bu yerda xavotirlarni kamaytiring fevral oyida. Yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlar. Demak, bizda o'sha ozgina ochilning, mana shu sizda ham keragidan ortiq ko'p o'ylovlaringiz sizni blok qilib qo'yapti deb bizga kartalar ko'rsatmoqda. Endi biz ish yo'llari, pul yo'llari deganimizda karta zvezda, yulduz kartamiz tasvirlangan. Bu nimani anglatadi? Yulduz karta bizda orzu umidlarimiz ushalish kartasi hisoblanadi. Bu zvezda kartasi ko'pincha mani demak raskladlarimda masofani ham ko'rsatgan. Demak, aytaylik,
kimdirlar o'sha ishga joylashmoqchi bo'lsa, ishi demak o'sha masofada ko'proq ishini, misol uchun parizod burchi vakillari uzoqroq joydan izlashi kerak deb ko'rsatadi. Keyin internet tarmog'i orqali ham ish topishingiz mumkin. Chunki karta zzdda bizda demak internet tarmog'i ham tushadigan kartamiz. Internet tarmog'ida ish topishingiz mumkin. Internet tarmog'iga demak ishga kirishingiz mumkin deb bizga kartalarimiz ko'rsatmoqda. O'sha chetga ketishni orzu qilayotganlar bu yerda demak parizod burch vakillarimiz misol uchun fevralda prям ketasiz deyilmayapti. Lekin mana shu maqsad orzuyingiz, ya'niki misol uchun chetga ishga ketish orzuyingiz bor. Bu amalga oshadigan orzu, demak harakat qiladigan bo'lsangiz, o'sha demak belgilangan masofaga yetib bora olasiz. Bu yerda keyin ishlayotganlarga deydigan bo'lsak, ishlayotganlarda kartazizda bizda o'sish, ya'niki mana shu ishlab turgan joyingizda o'sish bor ekanligini ko'rsatadi. Ya'niki siz to'g'ri yo'ldasiz. Endi bu yerda sog'lig'ingiz deganimizda Kartamir и Ritsar Kubkov kartamiz tasvirlanibdi. Kartamirda bizda nimani anglatadi bu sog'liqqa tushayotganda? Agar parizod burchi vakillarimizda qizlar, ayollar, oilali demak farzand kutayotgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, kimdirlar bu yerda уже mana qaysidir parizod burchi vakillarimiz farzand ko'radi fevralda. Farzandi ko'proq demak ritsarimiz bizda o'g'il bo'lgani bilan, lekin energiya kubkilarimiz demak qizga tegishli bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin, ko'pchilik parizodlarda demak qiz farzand kutishini ko'ryapmiz fevral oyida. Qaysidir kamroq qismida demak o'g'il farzand bo'ladi deb, o'g'il farzandni dunyoga keltiradi fevral oyida deb ko'rsatadi kartalar. Keyin bu yerda o'sha qaysidir parizod burchi vakillarimiz bu yerda homilador bo'lmoqchi bo'lsa, fevral oyi judayam demak homilador bo'lish uchun yaxshi oy hisoblanadi. Kartamir bu yangi bir dunyo, yangi bir hayotni demak yaratilishi, yangi bir hayotni demak paydo bo'lish kartasi hisoblanadi. Bu kartada Kartamir, demak karta imperatrisalarimiz bizda o'sha yana bitta kartamiz bor. Ularni agar qandaydir bir efirlar qilsam tushuntirish berib o'taman. Demak, sog'lig'ingizni bu yerda sog'lig'ingiz yaxshi, o'sha homiladorlik yoki boshqa holatlarni kutmayotgan insonlar bu yerda sog'lig'ingiz yaxshi bo'ladi. Emotsionalni demak o'zingizni yaxshi his qilasiz fevral oyida. Nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Mana aytib o'tganimdek, troyka mechey mana shaxsiy hayot bilan bog'liq. Shaxsiy hayotda juda ham ko'p o'ylovlaringiz bor, o'zingiz. Bu o'ylovlar real hayotga tegishli o'y-xayollar emas. U o'zingizni miyangizda paydo bo'lgan ssenariylar. Demak, mana shu holat orqali troyka mechey qalbimiz yaralanib qolishi mumkin deb bizga kartalar ogohlantirish beryapti. Demak, nima holatdan ehtiyot bo'ling deganimizda, mana shu keragidan ortiq o'ylovlaringiz, demak keragidan ortiq qayg'urish yoki gumonda bo'lishingiz sizni partnyoringiz bilan o'rtangiz yomon bo'lib qolishi holatiga olib kelishi mumkin. Demak, mana shu holatdan ehtiyot bo'ling deb bizga kartalarimiz ogohlantirish bermoqda. Xo'p, sizlar bilan demak rohiba tarot bo'ldi. Yana qaysi mavzularga ko'rishim xohlaysizlar, kommentariyada ko'rsatib o'tinglar.